Assalomu alaykum. Mana kivini bargiga qarab jinsini aniqlasa bo'ladimi, yo'qmi? O'shanaqa qilib bo'lmasligiga isbotlash uchun videoga olyapman. Sababi ko'payib ketdi. Bargi uchli bo'lsa erkak bo'ladi, yuragi o'xshagan uchi yo'q chuqurcha bo'lsa ayoli bo'ladi deb ko'pchilik gapiryapti. Mana uchli turibdi mana. Shuni erkagini bargi deydi. Shunaqa bargli kivi bo'lsa erkak deyishadi odamlar. Bunaqa bo'lsa ayoli deyishyapti. Shu narsa ikkala barg bitta tanada turibdi. Bitta shu gold sortli urg'ochi kivini barglari mana shu ikkalasi ham. Bitta shoxda. Shu bilib bo'lmaydi bargidan. Faqat gullaganda gulidan bilish mumkin. Gullaganda gulini o'rtasidan bunaqa oq joyi bo'lsa ayoli bo'ladi. Shu narsa yo'q, hamma yo'g'i mana chekkasida sariq bo'lsa erkak bo'ladi. Hozir erkakni gulini ham ko'rsataman. Mana misol mana erkak kivi. Belgi qo'yib tagiga erkakga sariq belgi qo'yaman. Haqiqiy erkakning tanasi shu. Mana erkakning guli. Kichkina ko'chatchada. Bular sotiladigan ko'chatlar. O'sha sotuvdagi ko'chatlarning guli bu. Gold sortda bilib bo'lmas ekanda boshqa kivilarda bilsa bo'ladi deganlarga mana Hayver sorti. Hayver sorti mana bargi bitta tanadagi bargi mana yuragiga o'xshagan turibdi. Mana teparog'idagi mana bargi mana uchli. Bargini tashab, bargini rasmini tashashadi, erkakmi, urg'ochimi bilib ber deydi odamlar. Shunaqa qilmanglar. Gullaganda gulini tashinglar, gulidan bilsa bo'ladi xolos. Bizning joyimiz boshqa nimalarga qaraganda salqinligiga hali endi ochilmoqchi bo'lyapti gullari. Bu Hayver sorti endi ochilmoqchi. Mana o'tgan yildan qoldirib qo'yilgan mevalari. Mana ular gold sortlari ochilib yotib turasa. Mana shu balandtok to'la gold sorti. Mana yerda ham bor. Mana shu gold sorti gullari. Buni mana o'rtasidagi mana oq joyi bo'lsa urg'ochi bo'ladi, shu narsa bo'lmasa erkak bo'ladi. Shunaqa joyini rasmga olib tashlaylar. Shu videoda ham tushunmasalaring.